internetda ko'p ko'rdimda, mana shu naborlar juda ko'p sovg'a qilinayotgan ekan. Nimaga? Sababi nima uchun? Buni ichiga 5 ta litsesi bor-da, mana achkisi bor, ruchkasi, savatyer, rebellari, ilmaklari bor. Naborda ham qulayroq, ham podarka juda chiroyli shinam. Mana bular podarkalarimiz ham bor, duxsi, uzugi, savati bilan. Hammasi nabor. 3 xil nabor, ha? 3 xil nabor. 2 xil nabor, 3 xil nabor, 5 xil nabor, ha? Keyin pari savatlar ham bor mana. Ha, bu yoqda. Parilar ham bor, ha. Qiz bilan yigitga ham bor, ichiga ikkita bilan pari savatlar ham bor. Qara zo'r ekan. Keyin mana bu naborlarimiz ham mana yangi kelgan mana. Ikkita braslet savati bilan har xil chiqqan, oxiringi yangi ustiga juda xadovoy zo'r sotilyapti mana shu naborlarimiz ham. Keyin mana bu yoshlarimizga ham juda qulayroq. Mana yoshlarimizga ham mana. Yurakchalik, ha? Ha, yurakchalik mana. Ha. Danishliklari ham yo'qladi, korobkasi o'zi bilan. Bular ham juda xadovoy, keyin buni kattalari ham bor mana. Kattalari ham bor, zakolkalar ham qo'yilgan, juda yoshlarga ulatgan podarkaga muz korobkalar. Sovg'a qilishga chiroyli narsalar ekan. Ha, juda chiroyli sovg'a qilishga.